Tushda mikroto'lqinli pech ko'rishning ta'birlari. Tez o'zgarishlar yoki qarorlar. Mikroto'lqinli pech tez va samarali ishlashni anglatadi. Tushda uni ko'rish hayotingizda tezkor qarorlar qabul qilishni yoki jadal o'zgarishlarni kutayotganingizni bildirishi mumkin. Oddiy va oson hayot. Mikroto'lqinli pech hayotingizni soddalashtiradigan vosita sifatida ko'rinishi mumkin. Tushda uni ko'rish hayotingizni yanada osonlashtirish yoki murakkabliklardan qochish istagini anglatishi mumkin. Kutilgan natijalar. Mikroto'lqinli pechni tez ishlash xususiyati kutilgan natijalar tezda yuzaga kelishini yoki maqsadlaringizga tez erishishni kutayotganingizni ko'rsatishi mumkin. Ichki kuch va sabr-toqat. Mikroto'lqinli pech bilan bog'liq bo'lgan xavfsizlik yoki ehtiyotkorlik hissi tushdagi muloqotlarga qarab sabr-toqatni va ehtiyotkorlikni ta'kidlaydi. Siz o'zingizni tez qarorlar qabul qilishda noaniqlikda his qilishingiz mumkin. O'zgaruvchan vaqt. Mikroto'lqinli pech bilan tayyorlangan ovqat odatda bir necha daqiqada tayyor bo'ladi. Bu esa sizning hayotingizdagi tez vaqt o'tishi yoki vaqtga qarshi kurashayotganingizni ko'rsatishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.